Assalomu alaykum. Osiyo fasadni plitka ishqibozlari. Mana Osiyo fasadni plitkalarimizda 3D ko'rinishdagi oq, mana usti oq, tagi sho'pi mokri svetda bo'lganidan mana ko'rishlari mumkin. Mana juda chiroyli chiqyapti. Mana so'killariga mana bunaqasidan. Mana chekkalariga mana mokri nimasidan 3D ni o'zidan bo'lyapti mana. Shakl berilyapti. Mana chiroyli chiqyapti juda. Mana uyimiz ko'rishlari mumkin. Mana uyimiz sinchli uymi? Shunaqa. Mana chekkalar mana orqa tomoni havo yuradi orqa tomonlarda. Mana reykalarimiz 5,5 atrofida reyka, 2 ga 5,5. Mana shu turishda havo aylanib turadi orqasidan. Bu plitkalarimizni karchilab ham yuvib turaverasizlar, chang o'tirib qolsa. Bu lak sepilmagan holati, xudo xolasa lak sepiladi, juda chiroyli holatga o'tadi. Mana ko'rishlari mumkin. Juda chiroyli chiqyapti. Uyda egasiga juda ma'qul kelib. Uyda egasini o'zi qilyapti buni. Ustachilikdan xabari borlar qilsa bo'laveradi, juda oson. Mana chekkalariga mokri tunuka ketadi. Mana shu mokri chizig'i juda nima tushadi o'zi. Mokriga qilsa o'zinikiga o'xshab qoladi. Mana shu yerga mokri tunuka ketadi aylanasiga. Mana so'killar ustiga mana yoqqa tunuka ham ketadi mana. Bekiladi shu bilan. Mana ko'rishlari mumkin. Juda chiroyli chiqyapti. Kimki bunga bunaqa fasadni plitkalar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Bu biznesga qiziqqanlarga qoliplar ham ishlab chiqaramiz. Bizning manzil Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani. Yotoqlar bor, kelib o'rganib ketishlari mumkin. Har xil turlari bor. Bu 3D ko'rinishdagi toshimiz bu. Mana devorimiz mana bu tomoni katta, bu tomoni kichkina, mana qiyshiq devor, mana to'g'ri holatga o'tyapti mana. Bu tunuka formula bekiladi. Mana. Lak sepilsa juda chiroyli holatga o'tib, yaltirab, chiroyli bo'lib ketadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa bu joyimiz lak sepilib, hamma tunukalari, hamma joylari bitgandan keyin yana bir syomka qilamiz. Ko'ryapsizlar. Mana bu yerda cho'chqa o'rni bor ekan, mana cho'chqa o'rnini ham kesishib, shunday qo'yib qo'yib, ikki tunuka fondan shunday nima yasaladi. Eshikcha yasalsa chiroyli bo'lib qoladi. Pastda nomer qoldiramiz, aloqa chiqarasizlar. Telegram kanalimizga ulanib, YouTube kanaliga ham kirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, like bosib qo'yasizlar.